Sensizman. 7-qism. Muallif Yu. Ovoz beruvchi Xo'jayev. O'sha kundan so'ng 2 hafta o'tib, hech ko'rmagan qaynotam olamdan o'tdi. Akamni esa bir bor ham ko'rsatmadi. Ammo qo'yib yubordim dedi. Ishonmayman u odamga. Aniq nimadir qilgan. Xonadan butunlay chiqmay qo'ydim. Butun kunim yo kitob o'qish bilan o'tardi, yo shunchaki uxlash. U ba'zan tunlari xonamga kelib uxlar, ammo men uyg'onmay turib yo'qolardi. Gaplashmay qo'ydik. Ko'rishmay desak to'g'riroq bo'lardi. Ammo dadasi o'lgan kecha oldimga kirdi. Mendan panoh izlagandek yonimga kelib qattiq bag'riga oldi. Jim qoldim. Pastdan esa qaynonamni qattiq yig'isi eshitildi. Belimdan qattiq tutgan Malikka nima deyishga hayron turarkanman, o'zi tinchlanmaguncha jim turdim. Merxon ovozda titroq bilan menga tikilarkan, shu on onamni yo'qotgan lahzamni esladim. O'shanda mening ham holatim shunaqa rasvomidi. Sekinlikda uni yotoqqa yotqizishni istadim. Tanasida madori yo'q, ko'zlari qizarib ketgandi. Kipriklari esa biroz nam. U o'tirishi bilan men ham o'tirdim, lekin nima bo'lishini bilmayman. U asta qo'llarimni ushlab tizzamga bosh qo'ydi. Titrab ketdim. Yelkasiga qoqib qo'yarkanman, burnini tortib, yelkasidagi qo'limni lablariga bosdi. Shundagina yuzlarida namlikni aniq sezdim. U yig'layapti. Yelkasi bir qalqib qo'yayotgani kuchayardi. Lekin ovozi yo'q. Onadan ajralish ta'mini, otani xiyonatini bilaman. Lekin otani yo'qotish qanaqaligini tushunmayman. Tushunmasam ham kerak. Qiz bolaga ona qanday kerak bo'lsa, o'g'il bolaga ham shunday. Xoh bola 30 da, 50 va 70 da bo'lsa ham, bola baribir bola bo'lib qoladi otasiga. Lekin agar padar pushti yo'q bo'lsa-chi, yoki yo'qotsa, menimcha bola 1 yoshga katta bo'ladi. Xuddi men kabi. Hozir Malikni har qanaqasiga tushunyapman. Chunki endi rostdan ham katta bola bo'ldi. U ulg'aydi, biz ulg'aydik. Juda erta, juda ham. Ko'zimdagi yoshlar dumalab tusharkan, hiqillab burnimni ham tortib qo'ydim. Malik esa tizzamni qattiq qushgancha oyoqlarini bukib, birozdan so'ng uxlab qoldi. Ko'zlarimni ochganimda yotoqda yotgandim. Ammo qanday? Axir men o'tirgandim. Ustimda yopinchiq, derazadagi oynalar yopilgan. Shu dam yuvinish xonasidan Malik chiqib keldi. Ustiga yengil kiyimlarini kiyib, sekin yostig'ini olgancha yuzimga tikildi. U meni uxlayapti deb o'ylagan shekilli, ochiq ko'zlarimni ko'rib, bir zum hayron qaradi. Uyg'otib yubordimmi? Yo'q, boshimni chayqadim. Unda uxla, hali tong otishiga ancha bor. Yostiqni olib orqasiga burilganda ham qayerga? Men emas, tilim so'roqladi. O'zimga qolsa, aslo u bilan bir xonada qolmasdim. Tilimni tishladim. U eshitmagan bo'lsin deb tilandim. Yo'q, u eshitdi va orqasiga o'girilib, o'zgacha hayrat bilan menga boqdi. Menga qarasa ham gapirmadim. Savoliga javob ham qilmadim. Keyin u shunchaki chiqib ketdi. Ertasiga ustimga ko'ylak va ro'mol o'rab pastga tushdim. Bu 2 haftalik xona qamog'imdan so'ng birinchisi edi. Uyda odam ko'p. Xizmatchilar ham kelibdi. Asta yurgancha qayerga borishni bilmay turganimda Umida qarshimdan chiqib, qo'limdan tortgancha oshxona yaqinidagi xonaga olib kirdi. "Opa, pastga tushganingizdan xursandman. Ammo bugun bekor tushibsiz-da." Qo'limdan tutgancha menga achinib gapirdi. "Nega? Qayni opalar kelgan. Hozir sizni ko'rsa, bilmadim nima bo'lishini. Malik akam ham yo'q edi uyda. Nima qilibdi? Ular meni yeydimi? Qoching Umida oldimdan." Shu dam qaynonam Umidani qattiq ovozda chaqirdi. Ikkimiz ham xonadan chiqib, yo'lakda men birinchi bor ko'rgandagi kalamdimoq o'ziga bino qo'ygan ayol o'rniga umuman boshqasi turardi. Ko'zlari, yuzlari ishgan, qaddi 7 egilib, munglashib qolgandi. Erini
yo'qotganidan qattiq qayg'udaligi ko'zlaridan namoyon edi. Menga nigohi tushdi, lekin indamadi. Balki holi yo'qdir yoki uyda odam ko'pligi uchunmi jim. Umida, men bilan yur. Sen esa menga qarab, oshxonaga kirib ovqatlanib ol. Keyin ishlarga qarasharsan, dedi. Men shokda edim. Bu xotin odamlarning ko'zida juda mehribonmi yoki boshqa ayolning ruhi bularga o'tib qolganmi? Hayratlanishimni yig'ishtirib, oshxonaga kirdimda, qaynonam aytganday ovqatlanib olish uchun hech kimga teginmay nimadirlar qidira boshladim. Birozdan so'ng oshxonaga kirib kelgan Luiza va unga o'xshash ikki ayolni ko'rib, ularni bir ishorasi hamma xizmatchilar tezda chiqib ketishdi. Ularga bir qarab, og'zimdagi luqmani chaynashda davom etaverdim. Xoy, o'rta bo'yli ayol qarshimga kelib o'tirdi. Oldimdagi ovqatimni olib, musor idishga uloqtirib yubordi-da, menga ham xuddi musorga qaraganday qarab, qo'li bilan bigiz qilib endi gapirmoqchi edi hamki, men esa o'rnimdan turdim-da, o'sha ertalabdan beri musorga solingan idishni olib, o'tirgan stolga ag'darib yubordim. Bu ishimni kutmagan 3 ta ilonga qo'shilib, eshikdan endi kirib kelayotgan Shuhrat degani ham og'zini lang ochib qoldi. Ro'molimni to'g'irladim-da, yoniga yaqinlashib, isrof qilmasdan yeb, keyin tozalashni unutma. Meni nigohlarimdan dovdiragancha turarkan, eshikdan kirib kelgan qaynonamni ko'rishim bilan dod solib baqirishga tushdi. Ey Xudo, odamlar, qaranglar bunga. Meni dadamdan ayirgani shu yetimcha ekan. Voydod, bizga qanday kelin nasib qildi Xudoyim. Ayolni gaplarga parvo qilmay, qaynonamni aylanib eshikdan chiqib ketdim. Miyamda bir zumda xayol qilgan ishlardan asabiylashib, ko'zlarimni yumib ochdim. Hali ham menga barmog'ini bigiz qilib turgan ayolga sokin holda nigoh tashladim. Xayollarimni qilsam bo'lmas. Ayol bir lahzaga jim qoldi. Men esa musor idishga uloqtirilgan ovqatni olib, idishlarni olib qo'ydim va xayol qilgan ishimni qilmaslikka qaror qilib, oshxonani tark etishni ma'qul ko'rdim. Lekin ular imkon berishmadi. Oldimni to'sib, endi gapirmoqchi edi. Shuhrat va Umida kirib kelishdi-da, Umida meni chetga olib oldimni to'sdi. Opajonlar, sizlarni oyimlar qidirayotgandi. Muloyim ovozda gapirib, ularni tashqariga sudiray boshladi. Teginma, hali sen bilan ham alohida gaplashamiz, Umidaxon, deya jerkib ko'zimdan yo'qolishdi. Ketishi bilan ensalarimni qotirib, asabdan ro'molimni yechib tashladim. Shunaqa asabiy edim, hatto oshxonada Shuhrat borligini unutib so'kindim. Tomoq qirishidan orqamga o'girildim. Menga jinniga qaraganday qarab turgan qayni ukamga o'tkir tikilib, "Nima?" dedim. "Sizdan uzr so'ramoqchiman anavi kun uchun." "Hech qisi yo'q, unutganman." Qayta stulga o'tirib, boshimni chekkasiga qo'limni qo'ydim. "Opalaringiz zahar-ku?" "Nima? Bular odam emas. Ovqatimni ham uvol qilishdi." Kimlarni yomonlamoqchiman o'zi. Asabiy holda oshxonadan chiqib, xonamga ko'tarilib ketdim va boshqa tushmadim pastga. Kechki payt qattiq charchoqlar bilan sekin asta xonaga Malik kirib keldi. Yotgan joyimdan turdim. "Ovqatlandingmi?" Boshimni yo'q deb chayqadim. "Hozir kutib tur." Birozdan so'ng pastda Malikni qahrli ovozi yangradi. Bu odam nima qilyapti? Xonadan chiqib, zina tutqichidan pastga qaradim. Qaysidir xizmatchiga baqiryapti ekan. Yugurib tushdim-da, qo'limni labiga qo'yib, "Jiming." Malik meni ko'rib jim qoldi. "Nega baqiryapsiz? Jiming, uyda kichkina bola bor." Qo'lidan tortib xonaga sudrayotgandim. U qo'limdan tortib oshxonaga yetakladi-da, stulga o'tirg'izib, o'zi fartukni beliga taqib, nimadirlar pishirishga tushdi. "Nima qilyapsiz? Ko'rmayapsanmi? Tuxum qo'rmoqchiman." "Unda bitta bo'ladi." Menga javob qilmay, tezda 10 daqiqaga qolmay tuxum va sosiskani tarelkaga solib oldimga qo'ydi. Bu odamga tushunib bo'lmaydi. Qarshimga kelib o'tirdi-da, o'zi choydan quyib berdi. Bu mehribonchilik endi nimaga kerak? Baribir kechira olmayman-ku. 2016-yil Kiyev shahri. Maftuna o'qib turgan
ushbu kundalikni asabiy yopdi-da, tushunarsiz hislar orasida qolib, xona bo'ylab u yoqdan bu yoqqa yurishni boshladi. Maftuna tilidan: "Ey Xudo, bu qanaqa inson? Umuman tushunmadim. Bu Malik qizni sevadimi yoki yo'q? Davomida nima bo'lar ekan? Qiziqishdan o'laman hozir. Ammo asabdaman. Biror narsa yeb olishim kerak." Xayollarim orqali xonadan chiqarkanman, dimog'imga urilgan mazali hiddan ko'zlarim katta ochildi. Qarasam, Daniel kichik stol ustini menga yoqadigan ovqatlar bilan to'ldiribdi. Daniel, bu chuchvarami? Ha, axir yoqtirasan-ku. Lekin qayerdan topding? Hayrat orqali stol boshiga borib o'tirdim. U esa stakanimga choy quyib, yonimga joylashdi. "Sen uchun sal yurib izlab keldim. Xo'sh, qani issiqligida yeb olchi?" "Rahmat Daniel, rahmat." Xursandchiligimdan bir zumda ovqatni ham, choyni ham paqqos tushiribman. Qornim to'yib, maza qilgancha divanga boshimni qo'yib, ko'zlarimni yumdim. Birozdan so'ng labimga tekkan salfetkadan ko'zlarimni jilmagancha ocharkanman, birdan xayolimga u va sanamni rasmi kelib, yuzim bujmayib ketdi. Daniel esa kipriklarini pirpiratgancha labini tishladi. "Gapir, Maftun, maftunlama. Shunchaki nega sen o'zingni yoningga o'sha chayonni yaqinlashtirding? Ulay, agar birpasda bo'ldi bu ish. Hatto rasmga olib guruhga yuborganini ham bilmadim. Uyga kelib o'qib bildim. Ertasiga esa o'sha suratga olgan Gulnozni ham, yaqinlashgan sanamni ham adabini berdim." "Qanday adabini bera qolding? Ular qiz bola bo'lsa." "Meni bilmaydiganday gapirma. Boshqacharoq gaplashib qo'ydim. Xolos, sen ularni qo'y. O'sha kundan so'ng amaliyotdan ham voz kechdim." "Bo'pti, buni chetga surib turaylik. Bu yerga kelishingizni onangiz biladimi? Ular bilishi shartmi?" Daniel menga ensasini qotirib, divanga boshini qo'yib, ko'zlarini yumdi. "Bu nima deganing? Axir ertaga gap tagida qoladigan men? Qoldirmayman. Qaysi peshonam bilan senga xo'p dedim, ufey. Nima endi nolayapsanmi? Albatta, onangiz meni..." "Maftun, ha deb onamni aytaverma. Onam bilan emas, men bilan yashaysan axir." Mayli, gapirmadim. "Ssenariy ishing nima bo'ldi?" "Hali ham o'qib bo'lmadim. Agar barini tushunib o'qib olsam, 2 kunda tayyor qilaman. Lekin shoshilib nima qildim? Endi sen yonimdasan. Toshkentga borishimga ham hojat yo'q." "Rostdanmi?" "Ha, uyga qaytib, mana bu jingalak sochlaringizni yulmoqchi edim." Ikkimiz ham birdan kuldik. Men borib kundalikni o'qiyman. Qiziq joyda to'xtagandi. "Mayli, unda men bu yerni yig'ishtirib olaman." "Xo'p, shunday deyishimni bilaman." Qo'limdan tutib, labimga labini bosdi. Bu qisqa o'pish bo'lsa ham yuragim jizillab ketdi. "Kechir meni." "Hali emas, ammo salga kechirib turaman. Bu yerga kelganingiz uchun albatta." "Bo'pti, endi bora qol." Endi esa kundalikning kelgan voqeasidan davom etamiz. Kunlarimiz shu zaylda o'tdi. Malikning otasini 40 dan so'ng uyga mehmonlar kelish ham salga kamaydi. Avgust boshlari hamma o'zi bilan o'zi bo'lib qoldi. Qaynonam meni bor yoki yo'qligimga ham ahamiyat bermas, o'zi ham xonasidan unchalik ko'p chiqmaydigan bo'lib qoldi. Luizani esa onasi o'z uylariga olib ketib, uy umuman huvullab qoldi hisob. Malik bilan esa oramiz yaxshi ham, yomon ham emasdi. U menga boshqa teginmadi, ammo yonimda uxlashni kanda qilmasdi ham. Qo'yib yuborish haqida esa o'ylamaydi ham. Kechki payt ovqatlanib bo'lib, xonamga qaray yurdim. Ammo qaynonamni xonasi tarafdan g'alati ovozlar keldi. Boshida parvo qilmoqchi emasdim, lekin yaxshilab tinglasam, Shuhrat va qaynonamning ovozlari edi. Gap tinglashni yomon ko'rardim, lekin xonadan gurs etgan ovoz qattiq kelganiga yugurib bordim. Eshikni qattiq ochib qarganimda Shuhrat yerda yotardi. Qaynonam esa o'g'lini tepasida katta pichoq bilan turardi. Pichoqni uchidagi qon polga tomib, yana ham qo'rqinchli manzara hosil qildi. Hayratdan dong qotib turar ekanman. Orqamdan kelgan Umidani qichqirig'idan butun tanam titrab ketdi. "Shuhrat, oyjon, nima bo'ldi? Nima qilib qo'ydingiz? Shuhrat, ko'zingizni oching." O'zimni yo'qota olmasdim. Shuhrat qorin qismida qon ketishi kuchli edi. Tezda borib,
Ro'molimni qorniga bosdim. Qaynonam bizdan ham battar karaxt edi. Ovozsiz yig'lar, pichoqni yerga tashlagancha yerga o'tirib qoldi. Malikni ham ishdan kelishi payti yaqin edi. Bor ovozimda Umidaga baqirdim. Tez yordamga qo'ng'iroq qil, Umida, tezlash. Qon juda ko'p ketyapti, bo'la qol. Shu damxonaga hovliqib kirib kelgan Malikni ko'rib, Umida yerga yiqildi. Yuragim endi battar shuv etib ketdi. Malik menga tushunmay qarab turmadi. Zudlikda ukasini opichlab oldi-da, menga qaragancha baqirdi. Umidaga qara. So'ng shoshilib chiqib ketdi. Oradan bir necha soat o'tib, Umida ko'zlarini ochdi. Ochishi bilan erini so'rardi. Opa, Shuhrat, hozirgina Malik bilan gaplashdim. Operatsiyaga olib kirib ketishibdi. Men borishim kerak. Hozir emas, keyinroq boramiz. Yo'q, opa. Men uni oldida bo'lishim kerak. Qayta yig'lashga tushdi. Nima qilishni bilmay qoldim. Mayli, yig'lamang. Boramiz, dedim Umidani tinchlantirib. Hozir qayta jazavaga tushsa, qayta hushidan ketadi. Shu uchun birgalikda kasalxonaga qaray yo'l oldik. Kasalxonaga kelishimiz bilan sovuq va xlor hidi boshimni aylantirib yubordi. 1 yil. Onam uchun 1 yil qatnaganman shu yerga. Ammo baribir onamni mendan olib qo'yishgan joy shu yer edi. Yo'lak bo'ylab yurarkanmiz, oldimizdan Malik chiqdi. Usti boshi qon, hatto yuzini chetlariga ham sal tegibdi. Malik aka, Shuhrat, u yaxshi, Umida. Operatsiya tugadi. Yana 1-2 soatdan so'ng ko'rsak bo'lar ekan. Umida qaltirab turgan yaproq singar edi. Bu gapni eshitib menga suyanib qoldi. Uni o'sha yerdagi stullarga o'tkazdik. Yig'idan ishib ketgan yuzlarini sekin artdim. Xudoyim shukr. O'zingga shukr, Allohim. Qo'llarini yuragini ustiga qo'ygancha shivirlarkan, sekin o'rnimdan turib Malik tomon yurdim. Uni qo'lidan ushlab, Umidadan uzoqroqga olib bordim-da, uni holdan toygan yuziga qarab, "Onangiz uni nima qilasiz endi?" Bu ishni onam qilmagan. Sokin holda boya men ko'rgan barcha narsani inkor qilardi. Nimalar deyapsiz? Men barini o'z ko'zim bilan ko'rdim-ku. Merxan, men senga aytayapman-ku. Bu onamning ishi emas. Shuhrat o'ziga kelsa, bari oydinlashadi. Gaplaridan jim qoldim. Malik onasini shu qadar yaxshi ko'radimi? Hatto ukasini qotili bo'lishiga sal qolganini ham tan olmayapti. Boshqa gapirmadim. Shunchaki uyga qaray yo'l oldim. Uyda Umidani bolasi va qaynonam bor. Ularni bitta xizmatkor bilan qoldirgandim. Eshikdan chiqib ketayotgandim. Qo'limdan tutgan o'zga qo'llarga qaradim va tezda ortimga burildim. Qarshimda Asad turardi. Meni ko'rganidan xursandligi shundoq yuzidan ayon edi. Sekin bilagimni qo'yib yuborib gapira ketdi. Ismingni baqirsam ham eshitmading. Nimadir bo'ldimi? Yaxshimisan? Xavotir olgancha menga bir qadam yaqinlashdi. Men esa 2 qadam nariga turib, stop deganday kaftimni ko'tardim. Hali ham qiliqlaring o'zgarmabdi. Yaqinda to'yim bo'ladi. Og'riq bilan gapirdi. Tabriklayman, dedim zo'rg'a. Kelasanmi? Bora olmasam kerak. Nega? Kel iltimos. Seni eng baxtli kunimda ko'rishni xohlayman. Mulzam tortgancha gapirarkan, orqasidan kelgan bo'g'iq va dag'al ovozdan kaftlarim terlab ketdi. Xohishing qondirilmaydi. Malik yonimga keldi-da, belimdan qo'lini o'tkazib oldi. Asadning yuzi esa bujmaygancha, 2 ko'zi Malikni tutgan belimdagi qo'llarida. Demak, Merxanni o'g'irlab xotin qilgan sen. Bu gapdan Malik ensasini qotirdi-da, birdaniga yoqasidan olishga qo'lini ko'targanda, men uni belidan quchdim. Malik, iltimos, kerakmas. Yuzimga asabiy qaradi-da, Asadni yelkasiga qoqib, zo'raki jilmaydi. Omading keldi, oshna. Aslida seni omading kelgan. Merxandek qiz sen bilan. Asadning gapidan yalt etib unga qaradim. Merxan, baxtli bo'l. To'yimda sen kelmasang ham kutaman, dedi-da bizdan uzoqlashdi. Uni orqasidan qarab qolarkanman, qo'limdan tutilgan sovuq va qattiq qo'ldan jonim og'rib orqamga qaradim. Men bilan yurchi? Malik qo'limdan qattiq siqqancha mashinaga qaray yurdi. Xudoyim, hozir u meni yana zo'rlaydimi?
yaralarim bitgandir, ammo yuragim hadiksirab urishni boshladi. Birinchi marta bunchalik kimdandir qo'rqishim, u meni eng yomon tushimdek uyg'onishni xohlayman. Malik degan satrlar hayotimdan yo'qolishini istayman. Mashinaga ham yulqilab soldi. Yana eski Malik qaytdi. Jonimni og'ritishni boshladi. Qochib ketishim kerak, ammo qayerga? Kimga dodimni aytaman? Otammi yoki akalarim yoki qarindoshlarimmi? Yo'q, ulardan faqat yomonlik ko'rib kelganman. Bundan so'ng ham yordam berishmaydi. Bittagina faqat meni o'ylaydigan inson bor edi, ammo ular hozir yer tagida. Oyijon, vaqtida kasal bo'lsangiz ham meni himoya qila olgan ekansiz. Menchi hatto o'zimni himoya qilishga kuchim ham, irodam ham yetmayapti. Uyini oldida mashinani to'xtatib, men tarafni eshigini ochdi. Sekin tushayotgandim, baqirib berdi. "Imillama, tezda xonaga bordi, meni kut." Shunday deb, o'zi eshikni qarsillatib yopib, asabiy ichkariga kirdi. Xonaga kirish oldi Umidani jajji shahzodasidan xabar oldim. Shirin bo'lib uxlayapti ekan. Astalikda yurgancha endi xonaga kirgandim ham, pastdan qaynonamni yig'i ovozi baralla keldi. Yo'lak boshida esa Shuhratni pichoqlagan pichog'i yerda yotardi. Xonaga kirib, mato olib keldim va pichoqni shu bilan ushlab matoga o'radim. Agar qochish qo'limdan kelmasa, boshqa yo'l qilaman degan narsa bilan pichoqni xonadagi katta vaza ichiga solib qo'ydim. Uni ichiga hech kim ko'z tashlamaydi, chunki u ancha katta edi. Pichoqni joylab bo'lgan ham edim, xona eshigi shiddat bilan ochilib yopildi. Xonaga u kirib keldi. Meni tik holda turganimni ko'rib, qoshlarini ko'tardi. "Nima qilyapsan? Sizni kutyapman." Ko'zlarimni olib qochib, yotoqqa qaray yurdim. Juda soz, aqlli xotinga aylanyapsan, menimcha. "Yo'q, nega? Sentyabr kelishi bilan ishga chiqaman." "Nima qilaman?" Qo'limdan tutib, joyimda to'xtatdi. "Sizga birinchi kelgan kunim aytgandim. Meni shartlarim bor deb." Mehrxan yuziga zo'raki kulgi yugurtirib, sochlarimni uchini o'ynadi. "Nima?" Ichimdagi titroqni tashqariga chiqarmaslikka urinarkanman, dadir gapirdim. "Qorning och qolyaptimi?" "Yo'q." "Pulsiz qoldingmi?" "Yo'q." "Unda bu gap qayerdan chiqdi? Men magistrni ham davom etaman. Allaqachon hujjatlarimni ham topshirdim. 20 javobi chiqadi. Agar ish topsam, sentyabrdan ishni ham boshlayman." Men uy qizi emasman. Shuni biling. Bolalarni o'qitmasam, aqldan ozaman. Agar bu shartlarim yoqmayotgan va mendan zerikkan bo'lsangiz, meni bunaqa qamoq bilan emas, onangiz kabi pichoqlab o'ldiring. Ko'zlari asabdan yumildi. Lablarida sovuq kulgi paydo bo'lishi bilan undan 2 qadam uzoqlashdim. "Mayli, roziman. O'qiysan ham, ishlaysan ham. Lekin..." Gaplarni uzuq-yuluq gapirib, belimdan qo'llarini o'tkazdi. "Lekin nima?" Sabrsizlandim. Undan ham battari uni belimni g'ijimlab ushlashi yuragimni o'ynatib yuboryapti. "Lekin menda ham shart bor." "Qanday?" "Qonuniy nikohdan o'tamiz va sen menga shirindan shakar farzandlar hadya etasan." Gapidan qotib qoldim. "Qonuniy nikohdan so'ng keta olamanmi? Bola bilanchi?" "Yo'q. Bolali bo'lgandan so'ng u meni aslo ozod qilmaydi." Ichimdagi umidsizlik qahrga aylanib, undan yulqinib uzildim. U harakatlarimni hafsalasiz holda kuzatib, asabiy peshonasini qashladi. Birozdan so'ng tumbichka oldida turgan idishni bittasini olib, polga qattiq zarb bilan uloqtirdi. Bu ishdan bir sapchib ketib, xonani burchagiga bordim. Qo'llarim titrab ketib, lablarimni yopdim. "Har gal sen meni rad etganingda yuragim shunaqa parchalanadi." Yerdagi singan idishni ko'rsatib, menga qayta qaradi. "Ming bo'laklarga bo'linadi. Nega tushunmaysan meni? Senga ozor berishni xohlamayman, ammo ba'zan gaplaring, qiliqlaring meni shunaqa quturtirib yuboradi. Aqldan ozaman. Senga teginmasligim, qiynamasligim kerak degan narsalar mendan ketib qoladi. Aqalli bir marta xo'p desang nima qiladi? Gapir, nima qiladi?"
Baqirgan payti yuragim ham 3 marta sanchib, bo'g'zimgacha keldi. Uni g'azab, umid, alam va qizargan ko'zlariga qarab, sekin u tarafga qaray yurdim. Men ham u kabi idishni olib, polga, oyoqlarining tagiga otdim. Bu ishimga hatto u qilt ham etmadi. Aksincha o'zim bir sakrab tushib, uni yoqasiga yopishdim. Qarang menga Malik, meni qanday ahvolga solganingizni qarang. Men balodan ham qo'rqmaydigan odamga nimalar qilganingizni. Sizga xo'p deb endi sevishim ham kerakdir. Aslo bunaqa bo'lmaydi. Siz bir maxluqsiz, quturgan hayvonsiz. Gapga tushunmaysiz. Qalbimga quloq solmaysiz. Egalik qilishni, boshqarishni xohlaydigan bir telbasiz. Dedim baqirgancha. Yoqasini siltab yubordim. U bir qadam orqaga siljidi. Men esa uni itarganim uchun ham orqaga bir qadam ketib, poldagi shisha bo'lagini bilmay bosib oldim. Ay, Nursin! G'azab bilan menga osilmoqchi bo'lgan Malik joyda to'xtab qoldi-da, meni ko'tarib oldi. Nima qilyapsiz? Yum og'zingni. Jerkib berdi-da, yotoqqa olib borib o'tirg'izdi. Sekin oyog'imga kirgan shisha bo'lagiga qararkan, qon unchalik ko'p emasdi. Ozgina kutib tur. Indamadim. Shunchaki uni kelib oyog'imdagi shishani olib, bog'lab qo'ygunicha jim turdim. Uni har bir harakati jonimni og'rityapti. Bunaqa mehr kerak emas menga. Oldin yaxshilab dilimni og'ritib, keyin g'amxo'rlik qilishi. Urasizmi? Nima? Urmoqchi emasmisiz? Nimalar deyapsan? Urib zo'rlaysizmi? Yoki o'lib qolgunimcha kaltaklaysizmi? Yoki o'lib qolgunimcha kaltaklab urasizmi? Merxan. Keyin yana yaralarimga malham surib yurmasligingiz uchun shunchaki bittada yo'q qiling meni. So'zlarim chin edi. Men bunaqa holatda o'smaganman. Oilamni yagona qiz farzandi, onamni erkasi bo'lganman. Akalarim qattiq qo'l bo'lsa ham hech ham menga ovozini baland qilib gapira olmagan. Chunki ikkisini ham yaxshi bilardim. Yaxshi ko'rib mehr berishardi. Pulimiz faqat nonga yetgan paytlari ham men uchun albatta xo'rozqand olib berganlar. Xayollarimda bir xil o'y bilan unga qarab turdim. Uning ham nigohlari menda. Hayronlik ufurib turgan yuzimdan ushlab qattiq tikildim. Malik, meni ozod qiling.